Assalomu alaykum, Universal Avtor kanali hurmatli tomoshabinlar. Namangan shahar Pop tumani Chig'anoq Taruz bozori narxlarini yoritib beramiz. Bugungi chislomiz do'stlar 6-iyun 2026-yil do'stlar. Kimga qilsa bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha nomerlari bilan qoldirib ketishga harakat qilamiz. Bu yoqda mana taruzlarimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Bor aka. Nech pul beryapsiz? 1.200.000 so'm narx aytyapti. 1.200.000 so'm aytilyapti turgan narxi mana shu turishiga. Nech dona bor? 120 ta. Eng kichkinasi nech kilodan, eng kattasi nech kilogacha chiqadi taxminan? 4 kilodan 8 kilogacha. 4 kilodan 8 kilogacha. Yana bormi? Paykalda? Bor a? Nomer qoldirib ketamizmi? Aytavering. 94lik. 94lik. 033 44 64. 033 44 64. 64. Ajoyib. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa kelishtirib beriladi, xudo xolasa. 650 Damazda kimdan ekan? Her 650 ga. Egasi qayerda ekan buni? Arqani ochib olmay tushib ketadi. Naridan sizdan emasmi ekan? Keyin aka, tarozda zo'rlari bor mana. Ishkalliklari zo'r, mazalari zo'r. Nechta bor aka? 100 ta. 100 ta? Nech pul berilyapti? 9.000 so'rayapti. 900? Ha, 900 beryapti. Aka qancha beramiz? Qo'shib beramiz, xudo xolasa. Birga beraveramizmi? Birga buni tepaveramiz. Birga tepaveramiz, ha? Ha, birga tepamiz. Bo'ldi. Bunga chiroyli burada Yana bormi aka? Haykal bor. haykallar bor. Bor. Nomer nechi? Nomer. 20 aytami? Telefon nomeri ayt. 99lik. 99lik. 515 68 20. Asl nomerlarga aloqaga Aloqaga chiqib chiqib ko'ringlar. arzonroq qilib beriladi, xudo xolasa. Haykalni yo'ldaga beramiz. Taruzlaringizni gap yo'llagan ajoyib. Bu hali toza qalagan mana. Mana qaladan. Nechta aka? 100 ta. Nech pul bo'lyapti ekan aka bu? Kimdan ekan? Hojiboy nech pul? 1.5 kam. 1.5. Nechta bor? 120 dona. 120 dona. Bundan nomer qoldirishimiz ekan. Xo'p. Bundan keyingisi. Aka nech pul berilyapti ekan? Nech pul berilyapti? 1.5. Nechta bor? 115 ta. 115 ta. Kama bor. Kama bor. Nomer qoldiramizmi? Ha? Nomer? Telefon nomer. Wi-Fi'dami aka? Aka nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 694 93 bor yana. Bu yerdadanmi siz? Ko'rganman-da qayerda. Nech pul berilyapti ekan? Bu 700 mingga sotilyapti. Mana shu turish. Shu turish 700 ming sotilyapti. Nechta? 120. 120 ta. Shunday qimmatroq aytib 700 berilyapti. Bormi aka yana paykal? Haykal bor. Nomer qoldiramizmi? Yo'q. Nomer shart. Yengillab qoldi. Qo'llarni ko'rsatib o'taylik. Bu tomonlarda ham qo'llar bor ekan. Qo'l sizlardanmi? Nech pul ekan? 850 ming. 850 ming. Nechta bor aka? 210 ta. Yana bormi paykal? Paykalda bor. 80 sotga kerak. Bor, xudo xolasa. Ketishdan urib turibdi. Nomer qoldiramizmi aka? Ha? Nomer, telefon nomer? Shart emasmi? Shart emas. Telefon qilishadi. So'rab turganlar ko'p bo'lyapti-da. O'zi yozib ko'ring 93lik. Aha. 867 91 Agar fon kerak bo'ladigan bo'lsa, shakaga aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa. Xo'p, manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan shahar Pop. Xo'p. Chig'anoq Taruz bozori. Nech pul berilyapti ekan? Assalomu alaykum. Nech pul berilyapti ekan? 24 berish. 2400. 2400. Aka nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? Nechta bor ekan bu yerda? 1.5 million turishimi? Ha, kiloga sotilyaptimi 2400 dan? Ha, kiloga ekan bu. Qarashmadim da orqasiga. Javob bergisi kelmadi menimcha do'stlar.
Xo'p, bu yoqda mana sekin qo'l Taruz bozoriga qarab kirib ketaveramiz. Ya'ni qo'llarni ichiga qarab. Men aytdim, mana qo'llar bor ekan. Necha pul bo'lyapti ekan? Sodani video qo'yaveraymi? Shunday. 1 milyon 250. İşte 210 tane yaptı. 300 tane tutuyorum mingdan. Donalar to'xtab. Necha pul bo'lyapti aka? 1 million 310 ming. 1 million 310 ming. Bir so'naga aralashib. Soni 110 ta ekan, 1,5 million narx etilyapti ekan. Xudo soat egasi qayergadir savdo bo'lyapti ekan. 800 ga dedingizmi? Assalomu alaykum. Necha pul deyapsiz buni? 2 milyon baho aytyapti. 2 million baho aytilyapti. Nechta? Soni 300 ta bozor 14 so'rayapti. 300. Haykalda bor, xudo xolasa yana. Nomer qoldiramizmi? Yo'q, nomer shartmas. Shartmas. Telefon qilishmaydi muhtojlar. Nomer shartmas. Bo'ldi. Shetda bozorda olishadi. Bo'ldi, kelaverasiz bozorga. Kimdir tushunadi, kimdir noto'g'ri tushunadi. To'g'ri tushunadi. Necha pul berilyapti? 5-6 kundan bersa 1 million 200 deyapsiz kam bor. 1 million 200 ming so'm kami bor, nechta? 105 ta. 105 ta. Haykalda bor, xudo xolasa. Ekanlar bor. Telefon qilib so'radimi? Nomerni ayting. 94lik Aha. 440 83 49. Ha, poliyada bor. 1 gektar 60 sotik poliya tayyor. Ajoyib. Ana shunaqa insonlar bo'ladigan bo'lsa, mazza qilib olasizlar. Rahmat, Kam bo'lmang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hormaylar, charchamaysizlar? Necha pul berilyapti ekan? Sizlarda emasmi? 1 million 800 ga savdo bo'lyapti. 1 million 800 ga savdo bo'lyapti. Nechta ekan aka? 320 ta. 320 ta. Assalomu alaykum. Lekin nechta bitta? 400 ta. Nech pul baho aytilyapti? 1,5 million. 1,5 million. Yana bor haykalda? Misol uchun qo'n so'ragan insonlar bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiramizmi? Endi oldim. Olyapsizmi siz? Egasi qani buni nima? Qo'n bozorda egalari yo'qmi deymanda. Shu yoqdan kelyapman, hammasini egasi qochib ketgan. Xudo bersin. 10 mingdan bo'lsa soting. Savdo bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Haqiqatdan olarmiymi? Mana, obrovatlarimiz chiqibdi. Sizdanmi aka? Bag'dan, dehqon bag'. Dehqon akamiz bor, ha? Necha pul bo'lyapti aka? 10 mingdan so'rashdi, bermadik. Kiloga 10 ming so'mdan. Kiloga 10 ming So'rashdan bermabdilar. 12 dan bo'lsa beraveramiz deyapti. Yangilik mana, eng oldi. Nomer qoldiramizmi? Ha, yozib qo'ying. Yetaveramiz. 94. Aha. 393 94lik 393 37 77. 37 77 ga aloqaga chiqaverasiz. YouTube, Instagram. YouTube, Instagram. Bora. Aka, salomat bo'linglar. Xo'p, mayli, rahmat. Alaykum. Nech pul baho aytilyapti, so'raymi? Bu 2 million 1 million 800 aytilib so'rab olyapti-da. 2 million 1 million 800 oralida baho aytilyapti, so'rashyapti. Nech pul so'rashdi bozor? Endi bizga dehqonchilik Dehqonchilik. Ajoyib. Nechta bor bu yerda hozir? 270 ta 80 ta atrofida 70 taga yo'q. 270 ta to'liq chiqadi. Oshig'i bularga. Yana bormi qo'ylar? Bor. Telefon nomer qoldiramizmi? Yetaverang, aloqaga chiqishadi, ko'pchilik so'rayapti. Ayting. 95lik 95lik 030 030 47 47 73. 73. Xudo miqdori ko'p, aloqaga chiqishaveradi. Aka, salomat bo'linglar. Rahmat, bozorlarni bersin. Xo'p, bitta ham ajoyib holatlardagi tarvuzlar chiqdi. Chertsangiz yorilib ketadigan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi hoji bu? Nechta bor bu yerda hozir? Tilishlarni normal. Kiloga sotamiz-da biz. Ha, kilo be sotilyapti. Nech pul ber? Nech pul sotilyapti? 2100 atrofida sotyapsizlar. Dehqonchilik. Qo'lida bor. Nomer qoldiramizmi? Optimal olmoqchi bo'lganlarga? Bu oxirlab qoldi. Oxirlab qoldi. Ha, bo'ldi. Bu qo'nlar kimdan aka? Sotildimi? Nech pul bo'ldi aka? Narxini bilsam bo'ladimi? 1 million 7. 1 million 700 ming. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Bizdan. Aka, assalomu alaykum. Nech pul aka qo'ng? 1,5 kam bor. 1,5. Donagami? Yo'q, shunda turiga. Nechta bor?
230 ta. 230 ta. Bozor nechi pulda? 1 million 100 ming. 1 million 100 bermadingiz. Bormi poliyada yana? Polida bor. Nomer qoldiramizmi? Nomer. Nomermi? Ha. 93lik. Aha. 409 83 17 ta. Bozorni aytib 1 million 800 ga savdo bo'lyaptimi? 1 million 800 savdo bo'lyapti. Nechta bor ekan bu yerda? 400 ta bor ekan. 400 ta. Dehqon kam. Dehqon bor. Bormi yana ekan? Hangisi yo'q? Nomer. Nomer 50 50lik 774 81 18. 81 18. Zo'rlar hisobsiz aka lekin. Berasizmi? Baragasini bersin. Ha, bo'ldi. Nechta bor soni? 300 ta. Nech pul berilyapti? 3 million, 3,5 million baho aytyapsiz. Bozor nech pul qildi? Ha, sotilyapti. Aha. Bormi aka yana paykalda? Hozir mana shu turishi 3,5 million, ha? Bozor nech pul qildi? Bozor 3,5. 3,5 qildi, bermadingiz. Necha qo'ysa? Ha, o'zi 4,5 million narx aytyapti, 3,5 million qilishdi. Ha, bo'ldi. Bor paykalda yana? Ha, sirop. Siropmi? Bo'ldi, telefon nomer qoldirak bo'lmasa. Qiziqqanlar aloqaga chiqish so'radi. Ko'pchilik qiziqishadi, so'rashadi. Hozir o'zim yo'qolib qolibdi yangi. Nomer yo'q, ha? Agar soat kerak bo'lsa bozorga kelishaveradi ekan. Nima bo'lmasa, ha? Bu ham egasi yo'qmi? Va sizmi egasi? Nech pul aka? 4,5 ming kilosi aka. 4,5 ming so'm kilosiga. Turishi nech pul deyapti? 4,5 million. Turishi 4,5 million. Nechta bor? 375 ta. 375 ta. Toza dehqondan, ha, xudo xolasa. Bor ha yana paykal. Bor. Kerak bo'lsa aloqa chiqsa. Ertaga nomer beraman. 94 030 92 20. Aloqa chiqarasizlar. Gap yo'q. Mana shunaqa insonlar bo'lsa ekan, chat nomerini aytib bersak, aka hozirgi kunda bunaqa narsalar so'rayib turgan juda ham ko'p. Qiziqqanlar juda ham ko'p. Shuning uchun telefon nomer bo'lsa, telefon qilib, aka shunaqa qayerga boraylik deyshadi-da. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Ana shu akamizga bitta like. Aka charchamalar bozorlanaversin. Xo'p, Namangan, xo'p. 3 Qo'rg'onmidi? Qo'ntarib bozorida do'stlar. Narx-navolarni ancha qo'ldan kelgancha yoritib berdik, kelaverasizlar. Xo'p, manzillar boshida tushuntirib o'tdim. To'g'risi, qishloqning nomi esimdan chiqdi hozir. Chunki hamma bilan muloqot qilib, xayolimdan ko'tarilib qoldi. Agar misol uchun to'y va marosim yoki bo'lmasam olib sotishga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bozor yakunlanib ham qolyapti. Xudo xolasa vohliroq ketsalaring. Yaxshi narxlarda o'qilar ham bo'ladi. Laykni bosib, tanishlar, gruppalar tarqatib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.